Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarni sanab o'tar ekan, antara xufatal uratal alata ri'ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Jibril alayhisalom notanish odam suratida kelib payg'ambarimiz oldiga o'tirdi, mashhur hadis. Iymon haqida, islom haqida, ihson haqida so'radi. Payg'ambar alayhisalom javob berdi. So'ngra Jibril aytdi, qiyomat haqida gapirib bering. Payg'ambarimiz bu inson ko'rinishida o'tirgan ro'parasidagi Jibrilga sizdan men ko'p bilmayman dedi. Unda uning alomatlari haqida aytib bering deganida alomatlardan shuni sanadiki, yalang oyoq, yalang'och, notayin qo'y boqarlar binolarni musobaqaga bir-biridan kim o'zlariga baland soladi dedi. Ya Rasululloh, bu yalang oyoq, yalang bosh, betayin cho'ponlar kim deganda arablar deydi. Mana Dubayda qarang, boshqa arab mamlakatlarini qarang, ana shu baland binolarda solishida musobaqa o'ynayapti. Bizda yo'q unaqa binolar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni nima deb javob beryapti? Arablar deyapti. Bo'lyaptimi? Birodarlar, oxir zamon haqida aytilgan alomatlarning maydalari, ya'ni kichik alomatlari qoyim bo'ldi, kattalariga qoldi faqat. Endi Alloh saqlasin, kattalardan bittasi boshlasa zohir bo'lishlaydi. Qolgani xuddi tasbehda ipini uzib qo'ysangiz, birinikidan ikkinchisi shotirab tushib ketgandek, birini quvib ikkinchisi keladi.